Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Halim Smart do'konimizda yangi va ozgina ishlangan telefonlarni sizlarga e'tiborlarga taqdim etamiz. Marhamat. Birinchisi Honor X8A 6 ga 128 GB ishlangan telefon, ozgina chaqachuqalari bor. Lekin radnoy holatda, xudo xolasa 108 megapiksel kamera, 4,5 ming amper batareyka, ikkita sim kart, ikkalasi ham M2 dan o'tgan. Holati yaxshi, xudo xolasa. Mana Honor X8 6 ga 128 4,5 ming amper batareyka, ishlash sifati zo'r, korobka dokument 1 million so'm deyapmiz, oxiri 900 ming so'm qilib beramiz. Honorda shunaqa arzon narxdagi snaxtaraklarga tavsiya qilaverasizlar, xudo xolasa. Keyingi telefonimiz Samsung Galaxy A55 BG, holati yaxshi, aybi nuqsoni yo'q. 8 ga 128 talik 2 million 300 deyapmiz, 2 million 200 qilib beramiz. Korobkasi yo'q, garantiyalari bor, ekranlari toza, xudo xolasa, ovozlari baland, ishlashi yaxshi, xudo xolasa aybi nuqsoni yo'q. Garantiyalarni qilib beramiz bu telefonimizga. Samsung Galaxy S9'imiz bor, Gold Sweat'da, holati yaxshi, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Ekranda ozgina soyalar bo'lishi mumkin. Endi bular avvalgi AMOLED ekranligi uchun yo'q ekan, ekrani ham toza ekan buni. 6 operativka adashmasam, 64 GB xotira, 4 ga 64 talik ekan. Shunaqa S9 H'lardan so'rayotganlarga marhamat, H ekranlilardan tavsiya qilamiz. Oxiri 1 million so'm qilib beramiz. Puliga arziydi, xudo xolasa. Endi mana telefonimiz bor, Redmi firmasiniki. Redmi 11R deganidan BG podдержка qiladi. 4 ga 128 talik, atiga 650 ming so'mga qilib beramiz bunisini. Endi Infinix firmamiz telefoni bor. 4 ga 128 talik, bular ham 650 ming so'm. Ishlash sifati zo'r. Infinix Hot 30i 50 megapiksel kamera, 4 operativka, 128 xotira, 5000 amper batareyka. Buni yaxshi tomoni to'g'ri, arzon telefon, lekin zvonoy zapislarigacha bor, ishlatib maza qilasizlar, puliga arziydi. Tavsiya qilamiz. 650 ming so'mda mana Redmi ham, Infinix ham. Yana bitta Infiniximiz bor sizlar uchun, 650 ming so'mga, 4 ga 64 talik yaxshi holatda. Buni ham zvonoy zapislari bor, ekranlari toza, отпечатка hamma yo'q, ishlaydi, mekalardan o'tgan holat. 650 ming so'mda 3 ta telefonimiz bor ekan. Endi 900 ming so'm deyapmiz, 800 ga qilib beramiz. Samsung Galaxy A51 bor. 6 operativka, 64 GB xotira, 6 ga 128 talik. Bu rasm, videoga ham, internetga ham har tomonlama zo'r bu telefon. PUBG'da ham 60 FPS ko'tarib beradi. Ishlashi zo'r, aybi nuqsoni yo'q, atiga 800 ming so'mga. Buni ham tavsiya qilamiz. Puliga arziydigan yaxshi telefonlardan, xudo xolasa. Endi Redmi so'rayotganlarga marhamat. Mana shu yerda bitta uchgan joyi bor, lekin telefonimiz 1 million so'm qilib beramiz. Redmi Note 13 6 operativka, 128 xotira, 108 megapiksel kamera. Bitta shitrayib bor, xolos, qolgan hamma yo'g'i zo'r, xudo xolasa. Korobka dokumentlari bilan eng qizig'i. 1 million so'mga Note 13 menimcha zo'r, bitta chaqasi borligi uchun arzon. 6 operativka, 128 xotira, 108 megapiksel kamera. Kimga kerak bo'lsa marhamat, ikkita sim karta, mekalardan o'tgan ofitsialniy telefonimizni 1 million so'mga xarid qilishingiz mumkin. Eng arzon telefonimiz mana 250 ming so'm deyapmiz, 200 mingga qilib beramiz. Zo'r, alo internetlar ishlayveradi, xudo xolasa. Puliga arziydi. Mana shu notebookimiz ham sotiladi. Asus firmasiniki Core i5 отпечаткалarigacha bor, yangidek hech qancha ishlamagan. $300 qilib beramiz, 3 million 600 ming so'mga. S10 bor, holati yaxshi, aybi nuqsoni yo'q. Ixcham telefon, yozdi kuniga, abodoylari ham tiniq, singan, shilingan, ishgan joylari yo'q. 8 operativka, 128 xotira, 3,5 ming amper batareyka. Telefonimizni 1,5 million so'm deyapmiz. 1 million 400 ming so'mga qilib beramiz. Oxiri S10 yoki ixcham telefon so'rayotganlarga tavsiya qilaverasizlar, xudo xolasa. Puliga arziydi. Mana notebook yangidek ekan, ozgina ishlangan xolos, tavsiya qilamiz, xudo xolasa. 8256 talik Core i5, ishlashi sifati zo'r, korobka dokument, yangidek zaryadchilargacha bor. Endi Redmi Note 12mizni ko'ringlar, 6 ga 128 talik, radnoy holatda, ozgina chaqachuqalar bor, xolos, shilingan joylari nomiga. Lekin zo'r, radnoy holatda 6 ga 128, 5000 amper batareyka telefonimizda, korobkasi yo'q, garantiyasi bor, 50 megapiksel kamera, 1 million so'm deyapmiz, 900 ming so'm qilib beramiz. 900 mingga arziydi deganlar bitta like bosib qo'yinglar.
Bizni YouTube, Telegram, Instagram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar birinchilardan o'rib ko'rasizlar. O'zingizlarga, yaqinlaringizga foydali bo'ladi. Yaxshi telefonni arzon narxda berasizlar. Poco X3 Pro 8256 talik 1.300.000 deyapmiz, 1.200.000 qilib beramiz. Korobka dokumenti yo'q, lekin garantiyalari bor. Ishlash sifati zo'r, tez, kameralari tiniq, ovozlari baland, hamma yo'q radnoy holatda bo'lib ham ishlatib maza qilasizlar. Ham игровой telefon, o'yinni ham zo'r bu telefonimiz. Eng kami 90 fps, 60 fps ochib beradi ular. Endi yana bitta ixcham telefonimiz mana Samsung Galaxy A41 4 64 talik. Holati yaxshi, aybi ekranda ozgina sariq dog'lari bor, fon tushib qoladi endi bular. Lekin radnoy holatda, xudo xolasa chet alishim netmagan. Imeykalardan o'tgan holatda ana. Esonni qaranglar. Ixcham telefonlarda bular. Samsung S10 A41 haqiqiy ixcham telefon. 800 ming so'mga 1.400.000 so'm qilib beramiz. Puliga arziydi, xudo xolasa bular. Ixchamligi, ishlash sifati hamma yo'g'i yaxshi. Endi Redmi Note 13 bunisi ham bor ko'ringlar. 1.200.000 deyapmiz, 1.100.000 qilib beramiz. 8 ga 128 talik. Korobka dokumenti yo'q, radnoy holatda, hamma yo'g'i yaxshi. Bunali uchgan, singan, tushgan joylari yo'q. 6 ga 8 ga ekan. 8 ga 128 talik. O'ta kuchli telefon, ancha-muncha qatmaydi, qizimaydi. Ovozlari baland, tepa past kolonkalari bor. Kimga kerak bo'lsa tavsiya qilaverasizlar. Halim Smart do'konimizdan 8 ga 128 talik Redmi Note 13 tatiga 1.100.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Xudo xolasa arzon bo'lsa, puliga arzisa like bosib, puliga arziydi deb yozib qo'yasizlar. iPhone telefonlarimizni ko'ringlar. iPhone 8 75 yo'nkisi 64 talik radnoy, turton hamma yo'q ishlaydi. 1.200 deyapmiz, 1.100 qilib beramiz buni ham oxiri. Bu ham ixcham telefonlardan bu. O'ta kichkina ixcham. iPhone 12 Pro bor, radnoy holatda, xudo xolasa gold svetda. 100 yo'nkisi usulli batareya qo'yilgan. O'zining ham 70-80 da atrofida bo'lgan. Usulini yaxshisidan qo'ydiraman deb qo'ygan ekan. 256 GB xotira, radnoy, face turtonlari bor, imeykalardan o'tgan, yesim ham o'tgan adashmasam. Telefonda toza hamma yo'q, ekran hamma yo'q. Puliga arziydi, xudo xolasa 256 talik, hech qanaqa ошибкалari yo'q. Face turtoni bor, puliga arziydi. iPhone 12 Pro so'rayotganlarga marhamat. O'zi 3.400.000 deyapmiz, obunachilarimizga 3.200.000 so'm qilib beramiz. Bu 260-270 dollardan atrofida. Tavsiya qilamiz, xudo xolasa iPhone 12 Pro ni. Ancha-munchaliga Instagram, Telegram, YouTube'larga video qo'yaman deyotgan bo'lsanglar, mana shuni tavsiya qilamiz, zo'r. Maza qilib ishlatsa bo'laveradi. Xotirasi ham 256 ta rasm video qilsanglar, puliga arziydi, xudo xolasa. iPhone X'imiz bor. 64 GB xotira, face turtonlar bor, 100 yo'nkisda 1.600.000 deyapmiz, 1.5 millionga qilib beramiz iPhone X'da. Ko'p klientlarimiz iPhone X'lardan ham qo'ying deb turadi, marhamat. iPhone 11 Pro 64 xotira, 87 yo'nkisda, face turton, radnoy holatda, ishlash yaxshi, aybi nuqsoni yo'q. 2.700.000 deyapmiz, 2.600.000 so'm qilib beramiz. Xiaomi 10 Pro'si ko'ringlar. Holati yaxshi, aybi mana shu yerda kirishkasida ozgina singan joyi bor, qolgan hamma yo'q tiniq, plyonka tortib qo'yilgan. Xiaomi 10 Pro'si tiniq holatda, ovozlar o'ta baland, 8 operativka, 128 xotira. Bu ham игровой telefon, 90 fps, 120 fps gacha ko'tarib beradi. Ne только o'yinni, jo'n o'zimiz ishlatgan ham zo'r, kameralar 108 megapiksel, ovozlari baland, ekranlari tiniq, toza telefon. Xudo xolasa, rasm, video, internetga ham zo'r. Xiaomi 10 Pro korobka dokument 1.800.000 so'm. Puliga arziydi, chunki u $200 atrofida sotilgan 10 Pro. Halim Smart do'konimiz atiga 1.800.000 so'mga tavsiya qilamiz. Puliga arziydigan yaxshi telefon. Endi Xiaomi 11 ta ham bor. Kirishkasida sinig'i bor ekan, lekin shuncha arzonroq sotishda nima qildik? Kirishkasini alishtirmasdan 8 ga 256 talik korobka dokumenti bor, 1.700.000 so'mga, 108 megapiksel kamera. To'g'ri, orqa kirishkasida sinig'i bor, lekin oldi toza ekan, ekranlari ham tiniq. Aybi nuqsoni yo'q, xudo xolasa boshqa. 8 ga 256 talik Xiaomi 11 ta, atiga 1.700.000 so'mga tavsiya qilaman. Ovozi baland, tepa past kolonka, internetlari tez, tiniq, zo'r ishlaydi, puliga arziydi. Hozir 1 minut davom etamiz. Hop, следующий telefonimiz Samsung Galaxy A06 464 talik radnoy holatda telefonimiz, 1 million deyapmiz, 900.000 so'm qilib beramiz uni oxiri. Samsung Galaxy Note 10 so'rayotganlarga marhamat. Samsung Note 10'imiz bor, 12 256 GB lik.
holati yaxshi, aybi nuqsoni yo'q. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa marhamat tavsiya qilaverasizlar. Telefonimizni 1.800.000 deyapmiz, 1.700.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Xudo xolasa puliga arziydi. Abodoylari ham hamma yo'g'i yaxshi holatda. Samsung Galaxy S8 bor, yana ixcham telefon. S8, S9 da yaxshi ko'radiganlarga, ekranlari ham toza. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Xudo xolasa zaryad yo'q ekan. Zaryadga qo'yib qo'yamiz. 6 operativ 64 xotira bo'ladi bunda ham. Hamma yo'g'i yaxshi. Telefonimizni 800.000 so'm qilib beramiz. 800.000 so'mga xudo xolasa arziydi degan umiddaman, chunki buni ekranning o'zi ham 1 million so'm. $100 shunaqa turadi. Endi iPhone 12 mini bor. Bulardan ham ixcham. Samsung S8 dan ham ixcham bo'ladi. U 75 yonkisi 64 talik radno Face turtonlar bor. Korobkadagi TSMlargacha o'tgan. 1.900.000, 1.800.000 qilib beramiz. iPhone 12 miniga qiziqqanlar bo'lsa tavsiya qilaverasizlar. LG Velvetimiz bor, qora rangda. Bu plyonkasini xohlasanglar opam tashlaverasizlar, farqisi yo'q. 30-40 ming so'mga qo'yilgan plyonka 8 ga 128 talik. O 1.200.000 deyapsiz, oxiri 1.100.000 so'm qilib beramiz. LG Velvet Stereo Dinamika AMOLED ekran, IHC ekranlari bukilgan bo'ladi. 1.100.000 ga vasha kap ekanlar. 2 million so'mgacha sotilgan telefonlar. Endi Xiaomi 13 Lite telefonimiz ham bor, holati yaxshi. Endi ishlatilgan ozgina chaqa-chuqalari bor, lekin hali singan, alishgan joyi yo'q. Xudo xolasa 8 ga 128 korobkadagi men 1.600.000 so'm oxirgi narxi. Tavsiya qilaverasizlar yaqinlarga, shunaqa 13 Lite qidirayotganlarga. Ular $300-400 sotilgan telefonlar o'zi aslida. Hozir. Xo'p, keyingi telefonimiz Samsung Galaxy S10 BG, holati yaxshi, aybi nuqsoni yo'q, radno holatda hamma yo'q. Xudo xolasa garantiyalarni qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz bor telefonimizga. 8 operativga 256 GB xotira S10 BG'larimiz holatiga qarab, holati yaxshilari 2 million so'm atrofida, holati bundayroqlari arzonroq. Kimga kerak bo'lsa marhamat, 2 million so'mga stiklo, chexol, zaryadchilar sovg'a bo'ladi ichida. Hop, следующий telefonimiz Poco X6 Pro, korobkadagi men radno holatda, orqalari ham tiniq, anaqa plyonka tortib qo'yilgan. Hech kim kelmadi, 30-40 ming, 50 mingga tortirgan ekan. 12 operativga 512 xotira, ekranlari ham tiniq, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Ishlatib maza qilasizlar 12 ga 512 talik. Bitta zaryadchi yo'q xolos ekan, zaryadchini ham yonimizdan qo'shib beramiz 2,5 million so'mga. 2.500.000 so'mga korobkadagi men zaryadchi Poco X6 Pro BG'si 12 ga 512 taligi tavsiya qilamiz. Puliga arziydi, xudo xolasa ustiga mana bunaqa tonirovka plyonkalarni ham tortib qo'yilgan ekan. Hop, следующий telefonimiz игровой telefon. 5 million so'm atrofida sotilyapti. Buni yangilari ko'ringlar, katta korobkaligi Infinix GT 30 Pro'si. Korobkadagi men holati yaxshi, aybi nuqsoni yo'q, zaryadchiga ham qo'shib beramiz xudo xolasa telefonimizga. 12 ga 256 GB li, eng kami 120 fps ko'tarib beradi. Ishlash sifati zo'r. Infinix GT 30 Pro tanlig'ini Halim Smart do'konimizdan 3,5 million so'mga xarid qilishingiz mumkin. 1,5 million so'm arzoniga kerak bo'lsa yangisidan tavsiya qilamiz. Korobkadagi men katta korobkadan hop zaryadchigini sovg'a qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar ham bo'laveradi, dastavka ham qilib beramiz. Barter xizmati ham bor. Hamma telefonlarimizga dastavka bor, barter bor, muddatiy to'lov ham bor. Aloqaga chiqasizlar. Muddatiy to'lovga olmoqchi bo'lsanglar, любой telefondan aloqaga chiqinglar. Ish haqinglar bo'lsa, O'zbekiston qayerdan bo'lishlaridan qat'iy nazar shartnoma qilib beramiz. Oyiga necha puldan tushsa to'lab yuraverasizlar. Infinix GT 20 Pro'si zo'r holatda, yangidek, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Korobkadagi zaryadchik, bitta kullerini ham sovg'a qilib beramiz. 2.700.000 so'mga vasha kap ekan narxlar. 2.700.000 ga Infinix GT 20 Pro mana korobkadagi mentlar. Korobkadagi zaryadchik, muzlatadigan bitta kuller ham qo'shib beramiz. 2.700.000 so'm oxirgi narx. Endi Poco X7 Pro BG holati ideal, aybi nuqsoni yo'q. Ishlatib maza qilasizlar. Endi BG deyapman, BG podeshka qilam yo'qmi bilinmay. 50 megapiksel kamera, 8 operativga 256 GB xotira, 2.700.000 so'mga. Puliga arziydi, xudo xolasa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Holati tiniq, yangidek korobkadagi mentu garantiyasi bor. Stiklo, chexol, dastavkalarni ichida qilib beramiz 2.700 ga. Endi 2.800.000 ga xuddi shu Poco X7 Pro'ning qora rangdagisi bor, 12 ga 512 talik, yarim terabaytli. Zo'r ekan, kameralarini ham o'zim ishlatib ko'rdim, tekshirdim.
puliga arziydi 12 512 yarim terabayt o'rtoqlar. Mana 512 talik kimga kerak bo'lsa marhamat, tavsiya qilamiz 12 operativga. Buni ham korobkasi yo'q, lekin garantiyasi bor. Steklo chexol sovg'a bo'ladi 2 million 800 ichida. Tavsiya qilaverasizlar. Kimga shunaqa igrovoy telefonlar kerak bo'lsa, Halim Smart do'konimizdan naqd pul muddatiy to'lovga xarid qilasizlar. Bundan tashqari ham telefonlarimiz ko'p. Kimga qanaqa model kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Yangi va ozgina ishlangan telefonlarni qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka bor. Naqd pul muddatiy to'lovga. Ozgina pulingiz bo'lsa ham berib qolganini muddatiy to'lov qilsangiz ham bo'laveradi. Kelishamiz, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dostavka bor. Naqd muddatiy to'lovga xarid qilishlar mumkin. Instagram, Telegram, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklarni birinchilardan olib ko'rasizlar.